Deraza oldida kimyoni o'qib o'tirganingizda oynadan maolib bitta quti ichit kontakt linza bo'lsa va siz uni qiziquvchan ko'tingiz bilan kiyib ko'rsangiz, u oddiy linza emas, har qanday savolni javobini topa oladigan linza bo'lib chiqsa, sizni ko'tingiz toza bo'ladi. Bu linzani tashlab ketgan sirchali brat esa sizdan hech narsa talab etmaydi. Orqang toza deb, siz esa odamni operatsiya qilasiz, imtihonlardan to'liq o'tasiz, grant bilan o'qishni tugatasiz va sirchali bratcha sizni kuzatib yuradi. Oradan ko'p yillar o'tib siz gazetaga chiqib mashhur bo'la boshlaysiz va organlarni ikkilanmay kesasiz va oltin ko'd doktor mukofotlariga sazovor bo'lasiz. Bir kuni prezidentni yurkachasi ishlamay qoladi. Sizni esa uni oldiga chaqirishadi. Siz esa to'g'ri kelib qo'lchangizni nozlanib yuvib bo'lganingizdan so'ng linza bilan prezidentni operatsiya qilayotganingizda linza idi nahuy deb ishlamay qoladi. Siz o'shanga kulib qo'rqib ketasiz. Pichoq bilan prezidentni qonini favora qilasiz. Prezident esa huy deb o'lib ketadi. Siz qamalib ketasiz. Sirchali bratni siri ochiladi va siz uni ishini qilgan bo'lasiz. Shuning uchun qisgan ko'tga balo yo'q, qichiga ko'tga davo yo'q.